Dadasi, sizga yangiligim bor. Yana 2 qat bo'ldingmi? Voy, nimaga 2 qat bo'laman? Voy, tavba qildim. Yangilik bor deding-ku. Voy, men haligi psixolog Safsatagulni $1000 kursini atigi 500 ming so'mga sotib oldim, dadasi. Srog o'tib qolibdimi kursini? Nimaga srog o'tish kerak? Eng omadli obunachilarimga shuni sovg'a qilaman deb, men omadli bo'lib chiqdim, dadasi. Bu hech narx to'g'ri kelmayapti. $1000 qayoqda-yu? 500 ming so'm qayoqda? Tavba qildim. Nimaga tushunmaysiz, dadasi? U yangi men kursi, dadasi. U kursda men o'qib, o'zimni topaman. 41 ga kirding. Hali ham o'zingni topolmadingmi? Nima deyapsiz? Yoshimni pesh qarasiz. Ana 60, 70, 80 ga kirganlar ham shu kursni sotib olyapti. 70-80 ga kirganlarda o'zligini topishmi keragi bor? Yaqinda o'zlarini top. Ay, tavba qildim. Gapirayotgan gapingizni qarang. Hali ko'rasiz. Men u kursda ko'rib o'zligimni topib, dadasi, men sizni ham meningizni topib beraman. Yo'q, keragi yo'q. Menim bor. Men yoshligimda o'zimni topib bo'lganman. Men u kursda o'qib, orzular xaritasi bilan dunyo kezib yurganimda siz hali ham adverga bilan mashina tuzatib o'tirgan bo'lasiz. O'zingiz bilasiz. Tavba qildim. O'tgan safar ozaman deb ozish kursiga yozilgan edi. U qaytaga 15 kiloga semirib ketdi. Ko'rsataman, sizga oyni chehrasini ko'rsataman.